Charos. Nima olmoqchisiz hozir? Ha? Qattiq bilasizmi bularni? Amerikalik. Ishlab ko'rganmi shunaqasidan? Hammasini olardim. Hammasini olardim. Pulim yetmaydi? Yetadi, pulingiz? Argina. Yo'q, pulingiz yetadi. Bilasizmi, nima qilsangiz yetadi? Qishlog'ingiz yarmini sotish. Mahalla-ko'm bilan sotib, qanaqa kelishib turib sotib olish kerak yani. Qarang, hozir magazinchining egasiga mana shu videoni jo'natib yuboraman-da. Shu magazinning egasi Kamola deysizlarmi? Kamola opa mana shular yoqdi menga sovg'a qiling deb aytvoring shuni. Keyin olib ketaverasiz. Kamola menga sovg'a qiling. Yig'lab bera olmaysizmi? Shashidroq chiqadi. Qarang, Charos bitta oyog'ingizdan kechgan bo'lardi, mana shular yarmini hammasini sotib olib bersam. Kiyim sotib olib bersamchi ko'pgina. Cho'loqlar yurib qo'yarardi-siz, mana shular olib bersam ham. Atakan so'mkalar ko'ryapsizmi? Ha, Charos? Sumkaga qiziqmayman, Kanalga qiziqmi? Voy, nimaga? Original tanam. Yuzingizda qanaqadir chuqur joylari bormi? Yo'q, hech nima yo'q. Jaltillab turadi. Qaysi yoqdi xullas? Narxini ko'ring-chi. 800 Stoytmi shu narxga? Ha? Yo'q, qimmat ekanmi? Stoyt aytaylar, mana istaladi. Xuddi bu uchunnikimi ham. Mana. Shular mana originali. Ko'p narsa razmeri yo'q. Mana fitmi mana original. Tom Ford bor. Bu original. Mana original emas, bu yerda hamma narsa original. Amerikadan keladi. Bo'pti, kelishdik bo'lmasa bitta oyog'ingizdan kechasiz. Yarmi.